Baliga sayohatimizni boshlanishidan aytib beraman. 3-chisloda уже biz aeroportda bilet va gostinitsalarni tur orqali oldik. O'zimiz olmadik. Samolyotda qiynalishimni bilardim, sababi Baligacha juda ham uzoq vaqt uchilardi. Umuman samolyotda shu paytgacha qaysi shaharga borgan bo'lsam uxlamayman. Rosa ko'p kinolar skachat qilib oldim. Amallab ishoninglar 8 soat menimcha uchdik, уже adashib ham ketdim. Va biz Malayziyaga bordik. Malayziya orqali perisadkamiz bor edi. Kuala-Lumpur aeroportida mana shunaqa o'zimiz Charlotte sevgan kosmetikalarni ko'rib qoldim. Aeroport ichidagi restoranga kirib ovqatlandik. Baliga uchadigan samolyotimizni naqd 5 soat bilet olayotganimizda oldin Baliga primoy reys bo'lgandi, lekin hozir olib tashlashdi deb aytishdi. Shu sababdan perisadka qildik. Malayziyani men bu darajada yashil mamlakat deb o'ylamagan edim. Shunaqa daraxtlar ko'p, katta binolar kam, chiroyli joylar kam. Mayli, bahonada uzoqdan bo'lsa ham Malayziyani ko'rib oldim. Vaqtimga men o'tirgan joyda hech kim o'tirmadi. Yotib olib ketdim, lekin uxlayman deb o'yladim. Ishoninglar, uxlamadim. Malayziyadan Baliga 3 soat uchdik. Shunaqangi qattiq charchagan edim, uxlamaganim uchun ham, lekin ahamiyat berib qarasam, butun boshli samolyotda bitta ham o'zbek yo'q edi. Faqatgina biz edik o'zbeklar. Chimodanlarimizni olib oldik, tashqarida bizani o'zimizni transferimiz kutib turgan edi. Bizani gostinitsamizga, ya'ni villamizga olib borib qo'yadigan mashina. Qornimiz och, yo'lga chiqdik, so'rasak villamizgacha 1,5 soatlik yo'l desa bo'ladi. Mayli 40gacha degan, endi 41gacha deb beraylik deb ketdik. Yo'lda erim уже pullarni almashtirib oldilar. Yo'lda McDonald'sga to'xtab turib, mashinani o'zida ovqatlandik, sababi yana vaqt yo'qotmaylik tushib deb erindik. Xullas 2 soat deganda shunaqa qorong'i bir ajoyib jungliga yetib keldik. Resepsiyonda bizani odam emas, bitta it kutib oldi. Конечно, hazil kelgan odamlar kelishdi, bizani o'zimizning villamizga joylashtirishdi. Kelishim bilan shunaqa chiroyli manzarani ko'rib videolarga oldim, lekin umuman istoriyaga qolmadim. Maza qilib cho'milib, o'zimizga kelib, ovqatlar yeb, uxladik qizlar. Ertasi kuni ertalabdan sizlarga keyin shunaqa chiroyli videolar qo'yishni boshladim. Ya'ni qizlardan bir iltimosim bor edi. O'zi hamma blogerlar bu narsani bilishadi. Chet elga chiqqanda nimagadir O'zbekiston aholisiga kontentlarimizni orqa-roqqa surib qo'yadi. Ya'ni aktiv tushadi. Shu sababdan agar men sizlarga kontentlarim, videolarim yoqayotgan bo'lsa, sal ko'proq aktiv bo'lib berishingizni so'rardim. Men bu narsadan ilhomlanib sizlarga ko'p videolar qilaman.